Qalaysiz? Assalomu alaykum, zo'rmisiz? Bitta orqacha bo'ling qani, orqangizdan lampochka tushib yuzingiz ko'rinmayapti aka. Ana. Yaxshimisiz aka, charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz zo'rmi aka? Rahmat. Zo'rmi? Tanidingizmi? Tanidim aka, Siroj aka. Hay joningda. Bobur aka bilan Islom Bobur aka. Rahmat. Qayerdan bo'lasiz? Aka Qashqadaryo, Mirishkor, Avaz Cho'lran. Oho, mirishkorliklar, mazgi. Gap yo'q. Xo'sh, hozir qayerdasiz? Hozir aka Kabardin-Balqariyada, Nalchikda. Ha, ana Cobalt yutgan akaga tanishsiz, значит. Hammalaringiz bilet oldingizmi yo'qmi? To'g'risini ayting. Qabul etgan Shurik akami? Bilmayman, bittasi yutdiki hali endi. Adashmasam. To'g'rimi? Pachka Cobalt yutdi. Shu nimadan? O'sha tomondanman dedilar, Mirishkor tomondanman dedilar. Mumkin aytib, sizdan o'tgan yil yutuvdi. Ha, o'tgan yilmi? Ha, bu yil bilmadim lekin aka. Adashmasam, mashina topshirib yurgan paytlarimiz ham o'zim ham bir Cobalt olib borganman o'sha tomonlarga. Ha, mumkin aka, o'tgan yil yutuvdi-da sizdan bitta Cobalt. Gap yo'q. Ismingiz nima aka? Jasurbek. Jasurbek aka, nechinchi yilsiz aka? Endi uzr, shaxsiy ma'lumotlar aralashyapmiz. 97-yil aka. 97? 7. Yo, bana shaka. 97 bachcha ekansiz, qani? Yoshmiz aka, hali. Yashang. Oilalimisiz? Uylanganmisiz deyman, uylanganmisiz? Uylanganman aka, uylangan. Ha, bo'ldi, shuni so'ray deb telefon qilyotgandim, ey. Aka, rahmat. 7 ta Gentra o'yinida nechta bilet olgansiz? Bitta bilet olganman aka. Ayting bilet raqamingizni. 37. 3037. Mana shumi? Ha aka shu. Xo'sh, qani kimlar bor yoningizda? Yonimda mana endi ishdan keldik, Sherik aka. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizlarmi? Rahmat. O, ana Ishdan keldik aka. aka o'zimga o'xshab trenirovka qilayotganlar. Yomon baqvat ekanlar lekin ana bu yoq. So'ramang. Gap yo'q. Faqat lekin menga o'xshab qoringa ishlayotganlar lekin. Ha? Bittalik pris bu aka. Kimni prisi? Xo'sh, Jasurbek aka, 3030-raqam sizniki aka. Xudo xolasa 3037. Xudo xolasa 3-sovrin Gentra muborak bo'lsin aka.